Bugun sizlarga hozir bitta yaxshi lulkani obzorini qilib beraman. Bu lulkamizda hamma sizlar xohlagan qulayliklar bor. Masalan, bu lulkamizni ichi kengroq xohlasanglar, razmer jihatdan anchagina keng bo'ladi. O'zida mana bunaqa pashaxonalari ham bor. Glavniy miya joyiga e'tibor berasizlar, katta ishlangan, polniy monitorli, sensorli bo'ladi. Xuddi telefonlarimizga o'xshab bemalol foydalansanglar ham bo'ladi. Spalniga qaranglar, ikki xil holatida turibdi. Bittasi balandroq, bittasi pastroq. Agar spalnigidan bo'yi agar balandroq bo'ladigan bo'lsa, buni ramasi ligrovka bo'ladi, sizlarga moslashadi. Ugolokda o'tiradigan bo'lsanglar, mabodo pasand qilib olsanglar bo'ladi. E'tibor berasizlar, zamokli tarafini yechib qo'ysanglar, yon tomoni ochiladi. Bu lulkamiz elektronniy bo'ladi. Tokka tiqib qo'ysanglar, o'zini 5 xil tezliklari bo'ladi. O'zida zavодской mana bunaqa USB-lari ham bo'ladi. Komplektida o'zini pulti ham bor. Bemalol pultdan ham ishlatsanglar bo'ladi. Sizlarga yana ham qulaylik bo'lishligi uchun tagiga roliklar qo'yilgan. Bemalol joyini o'zgartirish uchun buni yurg'izsanglar ham bo'ladi. Aytganimdek 5 xil pozitsiyada bo'yini baland-past qilib ishlatasizlar. Bu modelimizda Cool Baby firmaniki eng oxirgi 2025-yilda kelgan modeli bo'ladi. Rangi ikki xil sveti bor.